Qirg'oqdagi bir poy kavush. Kun iliq. G'ir-g'ir shabada esadi. Qo'shni ayol bilan so'rida gaplashib o'tirgan Mayramxon qaynonasining uyidan chiqayotganini ko'rib, shoshib o'rnidan turdi-da, javray ketdi. Voy xudoyim-ey, uyda tinchgina o'tirsangiz nima qilarkin-a? Tomingiz ketgani yetmaganday yiqilib tushsangiz, battar bosh og'rig'i bo'lasiz-ku. Meni ham avvalgi kuchim yo'q, sizga qaragani. Ortidan qo'shni ayol yetib keldi. Biz bilan o'tirsinlar, dedi u. O'zi xolamni ko'rgani chiqqandim. Gapga tushib ketdik. Boshingizni og'ritib nima qilasiz? Mayramxon shunday deya kampirning qo'llaridan ushlab siltadi. Sizga necha marta aytganman, uydan chiqmang deb. Bir ish orttirasiz. Kelin, qornim ochdi. Kampirning sochlari to'zg'igan, kirlanib ketgan ro'moli sidirilib, yelkasiga tushgan, kirtaygan ko'zlari iltijoli boqardi. Qarini ovqat asraydi deyishgani rost ekan. Hozirgina choy non bergandim. Mayramxonning yuzlari tuntlashib, qovog'i uyildi. Uyga yuring. Kirmayman. Ovqat yeyman. Qo'shni ayol Mayramxonga qaradi. Men gaplashay. Xola, uyga kiraylik. Men sizga ovqat olib chiqaman. Xo'pmi? Kampirni ichkariga olib kirgan qo'shni ayol derazalarni ochdi. Xonaga anchadan buyon supurgi tegmagani ko'rinib turar. Uy burchaklarini is bosgan, kir dasturxonda 2 burda non, 1 piyola choy turardi. Muloyim gap eshitgan kampirning yuzlari yorishdi va ayolga qarab, "Tishim yo'q-da, non qattiq, yeya olmadim", dedi. Ayolning dimog'i achishib, ko'zlariga yosh to'ldi. Kampirning qoq suyak bo'lib qolgan qo'llariga, kirlanib ketgan ust boshiga qarab, xo'rligi keldi. Bugun onasi bejiz tushiga kirmagan ekan. Xumor xola bilan onasi qadrdon dugona bo'lishgan. U kampirga qarab, "Xola, siz yotib turing, hozir ovqat olib kelaman", dedi. Mayramxon jahli chiqqanini bildirib qo'yish uchun, "Siz endi uyingizga chiqavering. O'zim ovqatlantiraman. Aslida hushi joyida emas, nima yeganini bilmaydi", dedi. "Mayli, qarichilik shunaqa bo'ladi-da. Siz ishlaringizni qila turing, savobgarchilikka. Onamni ko'rganlardan bittagina shular qoldilar." Qo'shni ayol bir zum o'tmay kosada qaynoqqina ovqat olib chiqdi. Ovqatni ichib olgach, uzundan uzun duo qildi kampir. "Xola, men Zamiraman. Dugonangiz Saodatxonning katta qizi", dedi qo'shni ayol o'zini tanishtirib. "Ha, tanidim", dedi kampir. "Lekin o'rtog'im anchadan buyon meni ko'rgani chiqmaydi. Aytmoqchi, o'g'lim ham yo'qolib qolgan, uni qidirmoqchi edim." Zamiraxon onaning o'g'li kanalda oqib o'lganini bilardi. Shu sabab yarasini yangilamay deb gapirmay qo'ya qoldi. "Xola, o'g'lingiz yo'qolmagan, dalada. Hozir bilasiz-ku, ish ko'p mahal. Ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Juda sog'indim", dedi kampir. Tizzamga boshini qo'yib, erkalanib yotardi. Kenjada. O'sha lahzalarni ko'z oldiga keltirdimi, yuzlariga nur yog'ildi. Miyig'ida kuldi. Keyin esa yana ma'yus tortib keliniga qaradi. "To'g'risini ayting, kelin, o'g'lim qayerda? Bolajonimni sog'indim. Ikkovi ham yo'q. 2 oydan beri daladan tushmaydilar. Hosil pishgan. Yig'ishtirib olmasa bo'lmaydi. Egasiz ham qoldirib bo'lmaydi", dedi Mayramxon.
To'g'ri-ku-ya, lekin Zamiraxonning gaplari titrab chiqdi. Xolam pishib qolganlar. Ayting, kelsin, duolarini olib qolsin. Kampir bir muddat bolajonimlab o'tirdi-da, keyin yig'idan to'xtab, sandiq yoniga bordi. Kavushim bor, dedi mamnun. Xolam kelin bo'lganimda sovg'a qilgan. Ko'rsataymi? Nima? Shu tobda kavush kiymoqchimisiz? Zo'rg'a yuribsiz-u? Mayramxon jahl bilan sandiqni ochib, kavushni oldi. Kiya olmaysiz. Mana, kavushni ushlab jim o'tiring. Mayramxon yuzini ters burdi. Kelin, dedi kampir yalinchoq ohangda. Sandiqda ko'ylagim, ro'molim bor. Onamni ko'rib kelmoqchiman. Uyimiz biram chiroyli bo'lib ketibdiki. Zamiraxon Mayramxonga bir nimalar dedi va uydan kelinni boshlab chiqdi. Qaytib kirgach, kampirning yuz-ko'zlarini siladi va xola, onangizning oldilariga o'zim olib boraman, dedi. Avval yuvinib oling. Kampirning yuzlari yorishdi. Baraka top, qizim. Shu kuni Xumor xolani yuvintirishdi, yangi kiyimlarini kiydirishdi, uylari ham supurib sidirildi. Kechda Zamiraxon qayta tayinladi. Mayramxon, yonlarida yoting, eringizni chaqiring, onasini ko'rsin, duosini olsin, g'alatiroq turibdilar. Mayramxon qo'shniga ma'qul deganday boshini qimirlatdi-yu, kuzatgach ortidan, kimsan? Menga aql o'rgatadigan, deganicha labini burib ichkariga kirib ketdi. Azonlab daladan tushgan Tolibjon yuragi bir noxushlikni sezganday onasi yotgan uy tomon yurdi. Joyida yo'q. Kenja o'g'li dong qotib uxlab yotibdi. O'zi kechasi tushib kelaversam bo'larkan, dedi afsus bilan Tolibjon. Zamira abamning o'g'li chiqqandi. Tavba, dedi Mayramxon qovog'ini uyib. Birovning oilasi bilan nima ishlari bor ekan-a? Onam haqida qayg'urasanmi o'zi? Gapingni qara. Nima? Mahallani boshimga ko'tarib dod solaymi? Onamni ko'rgani boraman degandilar. Balki qabristonga ketgandirlar. Mayramxon boshini ushlagancha uf tortdi. Sizga necha marta aytdim, eslari kirdi chiqdi bo'lib qoldi, menga so'z bermayaptilar, qariyalar uyga joylaylik deb. Dori darmon qilardi u yerda, nazoratda bo'lardilar, ko'nmadingiz. Arqonlab qo'ya olmayman-ku, unda yana malomatga qolaman. Bo'ldi, ko'p javrama, onamni topish kerak. Ayb menda, asra olmadim, g'amxo'rlik qila olmadim. Tolibjonning ko'z oldiga onasining xiyol egik gavdasi, ma'yus ko'z qarashlari, so'lg'in yuzlari keldi-yu, yig'lab yubordi. Onajonim. Xumor kampirning yo'qolib qolganini butun qishloq bildi. Hech yerdan daraga chiqmadi. Tushdan so'ng qo'shni qishloqdan xabar keldi. Bir ayol azonda suv olgani chiqib, dam boshi, dam ko'ylagi ko'rinib, oqib ketayotgan ayolni ko'rgan emish. Tolibjon qishloq chetidan oqib o'tadigan kanal bo'ylab yugurib ketdi. Qishloq qabristoniga o'tiladigan ko'prik yonidagi qirg'oqda qolgan bir poy kavushni ko'rib, tizzalab qoldi. Boshini changallagancha dodlab yubordi. Muallif Lobarxon Rustamova.